Vatandaşım leksiyelerini davamlaştırımız. İki kelimede siz bile muhakeme kılaylı. Xi Jinping nime depti? İktisat haraplaştı dep itiraf kılıptı. Keyin ikinci leksiyat nime depti? Jungo Amerika ayrılıp gitdi. Amerika Qo'shma Shtatları Jungo'nu dollar sistemasının sırtıga qaqib etdi. Amerika Jungo o'ttirisida pul muomala sohasida kurash başlandı. Demek bularning hammasi iqtisodga taalluqli vatandaşlar. Evvel siz bilen biz Kompartiyaning eqib chiqqan xabar masalan 8 nokta degan xabarni bir tahlil qilaylik vatandaşlarım. Buningda birinchi masala nima debdi da? Siz qarang, Amerikaning Jungodagi shirkatlarini umumyuzlik tozalash bu mumkinmi? Mesela Amerika'nın növbətli Jungo'da iqtisadi fəaliyyət qılayotgan şirketlerinin hammasi qo'g'lab chiqarib yetish mumkinmi? Agar Amerika'nın şirketleri o'zi avval chiqib ketmasa, chiqib ketaman demasa, Xitoyni qo'g'lab chiqarib yetishi mumkinmi? Tozalashi mumkinmi? Men bunga gumoniy ko'z qarashdaman. Siz qanday ko'z qarashda vatandoshim? İkinci mesele yadro kuralları gücünü zor güçlen terakki kıldırış. Akmaydıgan mentaqa nemişqa? Po akmaydı, poçuluk, noçuluk akmaydı hazırkı dünyada. Sen yadro kurallarını ot gücü bilen ya barlık güçlen terakki kıldırsan bunu Amerika qarab olturamda. Halkara yadro klubi qarab olturamda. Ama Vladimir Putin prezident sana yol koysun. Halkara yadro klubi qarab olturamda bunun özü bir gap. Bu gap özü şunda koyuldu. Bunu hoşicin oturup koyganı yadro kurallarını terakki kıldırış. Demek sen bunun bilen xuddi konakatanga mangan bulusan deyme Jungo'lak aynı çağda. Sabık Sovetler del muşundaq musabakada harbiy kurallar sahasıga yürüyüş kılıp az ötmeyli gümran boldu. Belki sen Jungo hükümeti harbiy kural yaraklarını işlep çıkarış, terakki kıldırış sahasıga menip akıbetinin qandaq bo'lishini kütüp elişin mümkün Jungo uruş kumarları. Yani kelip nim deydi? Yadro kurallarını terakki kıldırıp Amerika'nı asallıkça hareket kılalmaydıgan derece düşürüp koyuyor. Vah! Ben bir yerde hissiyatımda tayanmay ya ki Amerika'da nay yavatkanı Müslüman ben bunun tayanmay sözlep koyuyor. Yadro kuralları, atom kuralları meselesi eğer Amerika'nı medirli almaydıgan orunga düşürüp koyduğun bolsan bu dünyanın sen bilen talaşta atış kılıştığın hiç kanda haiz kalmaptı. Seni Kompartiyan yoktu ben deyişinin meşkanda haiz kalmaptı. Demek sen bugün qalbi qıyğan bulursan Jungo'luk efendi. Şun gepni atqandı, gepni qılğandı, po atqandı mı? Küçükkene arkanga bir kadem dajıp bir kadem çekirindiğe yolunu koyup kılıp po atsan oldu Jungo'luk efendi. Ulandı Jungo'luk efendi. Hazır işki meselini sana elip biri Kaliforniya'dan koyup birliğe raketa Uluk Okyan, Garbi Tinç Okyan'a yetip geldi o dedi. Jungo armiyasını zilzile bastı. Jungo'luk efendi yani şunu aytip koyayım. 12. gün 14. günü geçe Amerika hava armiyasının 5 bombardımançı aeroplanı Hindi Okyan'daki Diego Garslama aralığı kilip toxtadı. Ben buran Amerika'nın mesela şu B-2 belgelik bombardımançı aeroplanının Amerika'nın teritoriyasından çıkıp ikinci bir harbiy bazıga konğanlığını bugün anladım. Aynı vakti Afganistan'a Osama Bin Laden yürüyüş kılgandı bu aeroplan Amerika'nın Massachusetts qaysı ştatıdan uçup Afganistan'da vazifini tügütüp yani şunun qaytıp gelgen idi. Hiç qanday yerge konmagan idi. Bu da bu aeroplan Hindi Okyan'daki aralığı orunlaştırıldı. Şunun kendilik o başın nimdi de mana bu aeroplan orunlaştırılmadı. Hazır Jungo hükümeti Amerika'dan hedef purçaq setevelişqa yani başka yezilik mesulatlarını setevelişqa başladı dedi. Hazır başta nimi dedik? Sual koyduk.
Jungo yani Xi Jinping Rossiyaga kelishi mumkinmi dedi. Iqtisod Jungoda zaiflashdi deb e'tirof qildi dedi. Musha ahvol ostida siz Jungolik apandilar Amerika bilan elishimiz, tepishimiz, Amerikadan öç alımız, qonga qon alımız, jonga jon alımız bu şuarlayan chiqib qoldi. Qachongacha tavliya olasizlar Jungolik apandilar? Bu yo'l emas, bu yo'l emas. Wang Yi nima dedi? Ikki so'zni qildi. Biri üstel qo'yaylik dedi. O ikkinchi kuni yana nima dedi Wang Yi? Tashqi ishlar ministri Wang Yi. Biz Amerikadan ayrilib ketishga qat'iy qarshi turamiz dedi. Hozir biz leksiyada nima dedik boshda? Hozir Amerika bilan Jungoning ayrilib ketishi jiddiylashdi dedi. Baoshang nima dedi? Birinchi qadamda ayrilib ketish, ikkinchi qadamda embargo qilish, uchinchi qadamda Jungoga harbiy kuch bilan muomala qilish dedi Baoshang. Men demedim cuma sizlarga so'zlab beryapman vatandoshlar. Baoshang shundoq dedi. Endi kelaylik hozir bu ikkinchisi yadro qurollari masalasi. Uchinchisi davlat mudofaa xomchotini yuqori darajaga ko'tarish, milliy daromadning 4%ga ko'tarish. Hozirgi iqtisodiy ahvolning mushu mumkinligi bilan san yor beramdi Jungolik apandi. Maqomliqni qo'g'dashga ajratayotgan puling qanchalik? O'xshashli pul. Endi davlat mudofaasiga bundan ajratsan, hozir sening iqtisodiy ahvoling buni ko'tara olamdi Jungolik apandi. Buni o'ylashib qo'ysang bo'ldi. 4-chi. Birlashib bo'lgan barliq kuchlar bilan birlashib Amerikaga qarshi turish. Qo'yib qo'y endi Jungolik apandilar, ziyolilar va yoki Xitoy millatchilari qo'yib bu gaplarni qo'yib qo'y. Hozir butun dunyo Amerika bilan birlashib san qarshi turyapti. Mümkün emas bu quruq shuar. Adam aldaydigan shuar deymiz buni. 4-chi o'z kuchiga tayinib ish ko'rish. Nanni va ro'yi deydigan bir ruh bor Jungoda. Bu ruhning asli mohiyati nima desa apiyin setib, kokain terib, kokain setib, apiyin setib boy bo'lish yo'li degan gap. U Nanniwanda katman chepib qo'noq tergan emas. Bu tarixda Nanniwan degan yerda apiyin tergan, kompartiya apiyin terib bundan chiqqan pulni jarimani urishga, gomindan qarshi turishga, askariy kuchlarni to'plashga ishlatgan. Shu Nanniwan o'yin o'z kuchiga tayinib degan quruq gap. O'z kuchiga tayinib boqqa yuri yo'q Jungo kompartiyasining 49-yildan tortib hozirgacha al xalqni bulang-talang qilishla yashab kelayotgan partiya bu. Buni ma'nosi tugadi. 6-chi qo'sh taraflik davriylik iqtisodni qo'zg'atib, hozir ichki tashqi jihatdagi iqtisod choralarining hammasi oqmaydi. Davlat ichida maqmaydi, davlat sirtida maqmaydi. 7-chi Amerikaning strategik qurishovini buzib chiqish. Bu mumkin emas. Amerikaning strategik qurishovini buzib chiqish sen uchun bu mumkin emas. Mumkin emas ey davlatda Jungolik apandi jongdan ham. Tayvanni birlik keltirish. Qani buning 70 yil to'ldi bu shuarda hozir nim debdi boshda. Bu yil 1 oyda prezident Amerikada Aqsaray kirdigan vaqtda Tayvanga hujum qilishi mumkin dedi. Bu bir paraz, bu bir qiyos. Shuni bilib qo'yanki, tunugullatim Tayvan imzo qo'ydi. 66 dona F-16 ni setib olishga imzo qo'ydi. Jungolik apandilar, jo'g'nan qaytmay shuni aytmanki, men harbiy odam emas. Torbetlarda gaplarda asoslanib so'zlayapman. Jungoning Jan 20, ya'ni Jan 20 kurash aeroplan 20 belgilik aeroplanning kuchi tugadi, iqtidori tugadi. Urushga kiranmaydi degan gap. Nimishqa F-16 Tayvanga setib berildi. Sening bu aeroplanning kuchi tugadi degan gap. 8-chi bütün xalq urushga tayyorlik qilish ham bo'ladi. Bu mavzuning siyosati bu. Qanday bir tag'i bir taraftaraq bosilib bütün xalqni safarbar qilib urushga tayyorlik qilish. Minbin, Hongwei, bu deganlar to'la Jungoda bu bo'ladi mana. Qahatchilikka tayyorlik qilish ular qutalg'ili bo'lmaydi. Ocharchilik yetib kelganda, ocharchilik nima yuz bersa, nima ish bo'lsa shuni majbur bo'lasizki, oldin og'ili, qo'saqni oldin og'ili yoki qo'saqni avval to'yg'izib olib, ondan ocharchilik taqobil turg'ili bo'ldigan ish yo'q. Bunda qoida yo'q. Amerikadan uzun kesil ayrılıp ketish tayyorlik qilish mana to'g'ri nuqta. Siz buni ko'rib yetibsiz, tunib yetibsiz. Hozir Amerika Jungo ikki davlat ayrılıp ketdi degan gap. Yuqorqi Baoshangning so'zi bilan aytganda nima dedi? Ayrılıp ketish. Jungoni embargo qilish, undan keyin Jungoga harbiy kuch bilan muomala qilish. Mana bu bugungi vaziyatga hurmatli vatandoshlar.